Hozir buni Toshkentga o'tkazsak bo'ladimi, shu bilan muammo yechiladimi yoki sinov tariqasida qonun doirasida qilinadi? Mana shunday qayerda bo'lmasam ham mana oldiga kelib dardini ayt. Tushunarlimi yo'qmi? Bo'ladi. To'g'ri. Qonun doirasida o'rnatilgan tartibda. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Sen bo'lsa nazoratga nimaga axborot berib turasan? Operatsiya bo'ldi. Hozir davolanish kerakmi, kimyo olasanmi, qanaqa? Terapiya olyapman. Moddiy tomondan qiynalib qolganman. Moddiy tomondan qiynalib. Unga moddiy yordam beringlar. Tushundingmi? Bu hech qanaqa muammo yo'q. Bundan tashqari tibbiyot tomonidan unga yordam bering. Murojaatim ijobiy tomondan hal qilindi. O'shanda xursandman. Qanaqa muammolaringiz bor sizlar? O'g'lim shu yerda ishlaydi. Kelinim Namanganda. Olib o'tish ilojisi bo'lsa deb iltimos qildim. Toshkentgami? Hozir Namanganda xizmatinglar. Sog' salomat bo'linglar, baxtli oila bo'linglar. Hech qanaqa muammo. 3 kunda erini oldiga kelsin. Tushundingmi? Qabul. Xursand bo'lib chiqib kelyapmiz. Davlatimizga, prezidentimizga birinchi o'rinda, qo'mondonimizga katta minnatdorchilik bildiraman. Qo'mondon qo'mondonim meni qaysi viloyatga borishini qat'iy nazarimdan ishlayveraman, ammo mening oilaviy sharoitim yo'qligi, ota-onamning yolg'iz farzandligim va ota-onamning nogironligi tufayli men o'zim viloyatimga borishingizni va amaliy yordam berishingizni murojaat qilib keldim. Ota-onasi nogiron edi. Senga 3 kun emas, bugun buyruqni chiqarsa 2 kunda uyga yuborasan. O'g'lingiz dushanba kuni yonlaringizda bo'ladi, dushanbagacha boradi va sizlarga tayanch bo'lib, sizlarda yonlaringda yuradi. Sog' salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Minnatdorchilik bildirishyapti. Rahmat deyapti tushunganingiz uchun. Murojaatimiz e'tiborsiz qolmadi, joyida hal qilib berishdi va bundan biz minnatdormiz. 2012-yil xo'jayinim vafot etgan. Yolg'iz oilada boquvchi o'zimman. O'g'lim Egamberdiyev Nuriddinjonda Milliy gvardiyaga ishga qabul qilishingizni so'rayman. Sizda to'siqlar yo'q-ku. Hozir qanaqa muammo bor sizlarda? Qiziqadi shu sohaga, Milliy gvardiyada ishlash. Xohishi bor, bizga kerak shunaqa bolalar. Shuning uchun hamma shu talablarga muvofiq bo'lsa, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Rahmat katta qo'mondon, e'tibor, hurmat uchun prezidentimizga, sizga shuncha chiroyli sharoitlar yaratib qo'yganingiz uchun rahmat katta. Bugun Milliy gvardiya qo'mondonining navbatdagi fuqarolar qabuli bo'lib o'tmoqda. Kimdir qo'mondon huzuriga kelib o'zini qiynayotgan muammoni yuzma-yuz bayon qilmoqda. Yana kimdir esa o'zi yashayotgan hududdan turib konferensiya orqali murojaatini yo'llamoqda. Ammo format boshqa bo'lgani bilan maqsad bitta. Fuqarolarni qiynayotgan masalani eshitish, uni o'rganish va imkon qadar yechim topish. Farzandimni qiziqishlari tufayli Milliy gvardiya bo'linmalariga xizmatga qabul qilish masalasida amaliy yordam berishingizni so'rayman. Imkoniyat beringlar unga, topshirsin alohida, hech qanaqa muammo yo'q. Murojaatimni ijobiy tomonga hal qilib bergani uchun O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiya qo'mondoniga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Benim orada farzandim 2 guruh dualarni oilaviy yordam so'rab murojaat qilgandim. Har bir xizmatchini farzandi doimiy davolantiradi. Hozirgi kunda bizga xarajatlarni yuborishgan. Bo'ladi. Ko'p bo'ladi. Moddiy yordam berishadi. Bundan tashqari mana tibbiyot xodimi nazoratga olinglar. Oilangda tinch bo'lsa, xizmatingda ham tinch bo'ladi. Sog' bo'l. Hamma ish chetda. Lochin sport klubi ochilish marosimiga Milliy gvardiya qo'mondoni hamda Namangan viloyat hokimi tashrif buyurishdi. Tashrif davomida biz bilan natijalarimiz haqida suhbat olib borishdi. Milliy gvardiya safida xizmat qilishimiz haqida o'z istagimizni bildirdik. Milliy gvardiya qo'mondonining sayyor qabuliga qabul qilindim va bu suhbat davomida biz xizmat qilishimiz uchun ijobiy fikrlarni bildirishdi. Qizim 10 karra O'zbekiston chempioni, Osiyo chempioni, xalqaro topida sport ustasi.
jahon chempioni. Assalomu alaykum hurmatli qo'mondonım. Shu 2 yildan beri Milliy gvardiyaga ishga topshiraman. Shunga amaliy yordam berishingizni so'radim. Bunaqa chempionlar Milliy gvardiya safida xizmat qilsa, sizlar ham g'ururlanishlaring kerak va faxrlanishlaring kerak. Sani joying ham Milliy gvardiyani safida. Shuning uchun ko'rib chiqinglar, menga borib ber shaxsan nazoratga olinglar. Tushunarlimi? Sayyor qabulda meni xizmatga kirishim yuzasidan ijobiy fikr bildirishdi. Kelgusida vatanimga sadoqat bilan xizmat qilib, menga berilgan ishonchni oqlashga va'da beraman.